Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rizqimizni qo'shib, mana shu Madina Makka ko'chalarida bizni mehmon qildi, alhamdulillah. Inshaalloh biz kelishligimizga mana shu Ajvatur jamoasi sababchi bo'lishdi. Kelganimizdan boshlab inshaalloh bizga chiroyli xizmatlar ko'rsatishdi. Bu xizmatlar orasida Ubaydulloh akamiz, mana Sardorjon akamiz, Ibrohim aka bizga juda katta yordam ko'rsatishdi. Alhamdulillah biz bu narsalarni kitobda o'qigandik, Robbil alamin kitobdagi taassurotlarimizni Alloh subhanahu va taolo azza va jalla ko'zlarimiz bilan ko'rsatib qo'ydi. Inshaalloh Madina Yasrib ko'chalarida hammalaringiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga mehmon bo'lishlaringizni hammalaringiz uchun so'rab qolaman Robbil alamin. Inshaalloh Makkatullohga, Kabatullohga kelib har birlaringizni tavof qilishlaringizni Alloh subhanahu va taolo azza va jalladan so'rab qolaman. Avvalambor hammalaringiz rozi bo'linglar. Biz rozimiz. Inshaalloh ko'rsatilgan xizmatlardan, mehmonxona, taomlardan juda minnatdormiz. Inshaalloh yana keyingi safar kelishlikka Alloh subhanahu va taolo azza va jalla nasib qilsa, inshaalloh yana albatta Ajvatur jamoasida kelamiz Robbil alamin.